Rustam, oling chipsdan. Men PPdaman, okey, zalga dars chiqmoqchiman. Dietada o'tirgan odamlar cheat meal qilib turish kerak. Cheat meal nimaga qilinadi? Biz hafta davomida kunlab, o'nlab, 2 haftalab dieta defitsitda o'tirganimizdan keyin bizning miyamizga charchaydi. Miyaga dam berishimiz kerak. Miyada stress bo'lmasligi uchun biz cheat meal qilamiz. Orada o'zimizga shu shirinlik pozolayat qilamiz, fast food pozolayat qilamiz, yana shunaqa noto'g'ri ovqatlardan pozolayat qilamiz. Bu narsa hech narsa qilmaydi. Bir kun yeso, nimaga? Bizning organizmimizda har kuni ya'ni spusк bo'lmaydi bizda. Misol uchun bugun cheat meal qildikmi, ertasi kuni biz yana oddiy hayotga qaytsa, ya'ni oddiy ovqatlanishga qaytsa, bizning yana rejimimiz tushib ketaveradi. Biz nimaga cheat meal qilamiz? Prosta miyaga dam berish uchun, organizm maza qilish uchun. Odam постоянно bunaqa nagruskada yasholmaydi. Bunaqa dieta qilib, bunaqa kaloriyasini hisoblab. O'shaning uchun haftada bir marta hammaga tavsiya beraman cheat meal ili cheat day qilishni. Cheat meal qachon qilish kerak? Qilish kerakmi o'zi? Kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas? Bular to'g'risida onlayn darslik qilganman. Buni bilish uchun blogimga obuna bo'lib, storiesda aktiv bo'lib turinglar.